Agar siz ham koftangizni shunaqa kuydirib qo'ygan bo'lsangiz, tashlab olishga shoshilmang. Chunki buni oldingi ko'rinishidan ham stilli qilib kiysa bo'ladi. Любой bitta ideya o'ylab ishimizni boshlaymiz. Mo'ljalim bo'yicha menga seri material kerak edi, lekin seri yo'qligi uchun oq jinsi materialdan foydalandim. Hayolimdagi ideyani materialga tushirishni boshladim. Ideyam bo'yicha oqib tushayotgandek bo'lib turadigan narsa kerak edi, lekin aynan nimaligini bilmasdim. Koftaga tikayotganimda akkuratniy chiqishi uchun koftaga ham xuddi shu narsani tushirib oldim. Endi nimadir qilib bo'lsa ham materialni seri rangga aylantirishimiz kerak. Bu uchun men fashion illyustratsiyada ishlatiladigan tushdan foydalandim. Ustozim aytganlarida kiyimimga teganda o'chish qiyin bo'lgan, to'g'ri o'chmagan degandilar. O'shaning uchun tavakkal qilgan holda ishlatib ko'rdim. Boshida material quruq bo'lganiga rang tarqalishi juda ham qiyin bo'ldi. Shuning uchun materialni men suvga tiqib ho'llab oldim va shundan keyin ishimni davom ettirdim. Materialga rang juda ham zo'r tarqalib, idealniy bo'lib chiqdi. Hozirgi videoda material holati tipa yondirilgan material effektini olgan va bu qurigan payti va men buni o'chib ketadimi yo'qmi deb yuvishga qaror qildim. Yuvganimdan keyin o'zim xohlagan seri rang chiqdi. Ishonasizmi, shunaqangi xursand bo'ldim. Aynan seri rang xohlayotganimiz sababi koftani poloskali liniyalari seri rangda edi. Agar bu tikayotgan narsamni qora rangda qilganimda kofta bo'g'ilib qolardi. Ham koftani общий yuvganda rangi chiqib ketishi mumkin edi. Buni rangi chiqmaydi. Chunki yuvganimda уже chiqib ketib bo'lgan. Tikayotgan prosessimni ololmadim. Uni o'rniga upakovka protsess bilan bo'lishmoqchiman. O'zimni klientkalarim uchun shunaqa logotip yasab chiqartirib olganman. Har bitta zakazni jo'natayotganda shunaqa qirqib o'tiraman. Koftamizni akkuratniy qilib taxlab shunaqa logotipimizni solib qo'yamiz. Вот tayyor holati va kiyilgan holatini ham ko'rsin. O'qishimga juda ham shoshayotganligim uchun bu bilan qanaqadir obraz qila olmadim. Kofta juda ham необычный chiqdi. Sizlar fikringizni kommentariyada bildiringlar va shunaqa kreativ videolar uchun menga podpisan bo'ling.